Chilonzor tumani Do'mbirobod mahallasida 2 xona 3 xona qilingan 3-qavatda Yevro remont uyimizdan sotuvga chiqardik. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Asosiy zal mehmonxona qismi, televizorli zona, hamma xonalarga to'pli pollar o'rnatilgan. Kirish koridorimiz, bu yerda ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. Uyimiz o'zgacha dizaynda remont qilingan. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qoladi, o'zini garderob shkaflariga ega. Asosiy zal mehmonxona qismi umumiy maydoni 48 kvadrat metrdan iborat. O'zini razdelniy sanuzel qismlariga ega. Rossiyskiy qimmat MDF ishkadan ishlatilgan. Bu yerda o'zini sanuzel qismini ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Sovg'asiga mana bu ajoyib 6 kilolik yangi kir mashinasi qo'shib beriladi. Choy ichib o'tirish uchun suv asoratlashib qo'yilgan, o'zining konditsionerlariga ega. Bu 3-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansalar bo'ladi. Dastgoh uchun stul va o'zining garderob shkaflariga ega. Bu xonada ham o'zining to'pli pollari bor albatta. 1,5 ga 3 balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib ketilgan. Oshxonada mebel jihozlar joy-joyiga joylashtirilgan. Ovqat qilganingizda yog' hidi chiqmaslik uchun mana razvedniy ishlar qo'yilgan. Uyimizning narxi $73,500. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisiyaniyada telefon raqam qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olib kelib baraka ko'rsanglar bo'ladi.